Visol izlab safar qildim. Payg'ambar rahbarimdir. Ulug' Qur'on kunduz quyoshim, kechalar ko'kda oyimdir. Allah yeganidir shaksiz, Muhammad elchisi berhaq degan ushbu go'zal so'zlar mening oliy shuarimdir. Balalarimiz uchun chaqiriq. Bugun farzandingizga yana bir qatim quchoq oching. Ularni yana bir qatim bag'ringizga besing. Ko'zlariga yangidan nazar seling. Ko'zlariga muhabbat bilan so'ying. Yuzlariga yangidan zan seling. Sochlarini yangidan silang. Alqonlaringizga paxtadan yumshoq oy parchasi yuzini eling. Marhamat bulug'i kabi yutumlang. Ularni amal daftaringiz kabi o'qing. Kelachigingiz kabi o'qing. Ularni mamlakatingizning, hatto butun islom jo'grafiyasining atisi kabi o'qing. Ularni yaxshi ko'rasiz. Ishqi muhabbat bilan yaxshi ko'rasiz. Dunyoga kelishi yuraklaringiz uchun bayram. Unutilg'isiz bir huzurdir. Chiqayotgan shamoldan qo'g'daysiz. Loy ichida mengishini xohlamaysiz. Putlarga tikan petib ketsa, yurakingizga petib ketgandek bo'ladi. Qalbingiz qonaydi. Yuzlari sarg'aysa, ko'zlaridagi nurlar o'chsa, beorom bo'lasiz. Uxlay olmaysiz. Afsuski, bu jigar porilarimiz aynak sunuqlarining ustida mengyotidi. Loyga emas, patqoqlarga petiyotidi. Shamolda emas, bo'ronlarda to'ziyotidi. Yuzlari emas, yuraklari so'liyotidi. Ko'zlaridagi nur qora bulutlar bilan to'silib qelyotidi. Ularga quchqingizni eching. Chunki yuraklariga qora qo'l so'zilyotidi. Ular sizning jigar porilaringiz. Bu dunyoda bir buvoq qandoq cho'ng bo'ladi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti buningdan 10 yil burun dunyoga yangidan ko'z ochgan 8 buvoqni ko'zitish orqali bu dunyoda buvoqlarning hayot musofirlarini ko'rib boqmoqchi bo'libdi. 8 buvoqning boshdan kechirgan hayotining qisqacha xulosasi tuvanligicha. Ochliq, maynatchilik, nomratlik, jinsiy parokandachilik va o'lim. Keniyalik Arodo, Chavshanlik Kaykay, Kubalik Figel, Janubiy Afrikalik Isumzi. Ochliq, maynatchilik, nomratlik, jinsiy parokandachilik va ya o'lim. Keniya, Kuba, Janubiy Afrika va yoki Chavshan. Bu yerlarni bakiroq demang. Dunyo mushundoq va uning ustiga dastigan tuproqlarning bolalari mushundoq. Falastinlik bolalarni o'ylab beqing. Bengallik bolalarni, Afg'on bolalarini, bizning bolalarimizni. Daril itamlardagi, ko'chalardagi, ko'vrik ostilaridagi qatnash chiroqlarida ko'zlaringizda bir marhamat uyg'otish uchun tipirlayotgan aynak surtkichi bolalarni. Tamaka va nashibangilarini, non o'g'irlaganlarni, 11 yoshida zaharlik chekimlik va haroq bilan tonishganlarni, jinoyat tamg'isi besilganlarni, uysiz, ota-onasiz bir tamning bulung'ida tongni kutib olganlarni, so'g'uqdan to'nglaganlarni, bir masjid hovlisiga tashlab qo'yilganlarni. Tuvanliklar bolalar tashkilotining vatanimizdagi bolalarga munosabatlik sonliq ma'lumotlari. Vatanimiz nüfusining ko'p qismi yoshlardan tashkil topgan bir mamlakat. 0 yosh bilan 18 yosh orasidagi bolalarning nüfusi umumiy nüfusning 30%ni tashkil qiladi. Har yili 358 ming bovoq dunyoga keladi. Bu bir davlat uchun buyuk bir kuch manbasi. Ammo bu sonliq ma'lumotning yana bir tarafiga
yetersizliklar tizilgan bulup, vatanimizda bovoqlarning o'lish nisbati 11%. Başlangıç məktəb məzgilini öz içig alğan 7 yaş bilan 14 yaş arasidagi balalarning umumiy soni 1.613.000. 893.000 bala ta'lim-tarbiya imkoniga erisholmayotdi. Har yili 125.000 bala o'qish yezishni o'rganolmasdan majburiy ma'arifning teshida qoldi. 100 baladan 21 savotsiz. Bosh panohsiz bala soni 500.000. Bala ishchi nisbati 32%. İşlemçi balalarning 54%i tamaki chekidi. 6%i haraq ichidi. İşlemçi balalarning yarmidan ko'proqi savotsiz. 4 baladan faqat birisila tamakisiz muhitda cho'ng bo'ladi. 20.000 bala ko'chada yashaydi. Qilgan jinoyatlarning turiga qarab jazoga hukm qilinganlarning tarqalish nisbati mundaq. O'g'irlik 14%, bulangchilik 10%, odam o'ldirish 19%, bosqinchilik 13%, zaharlik chekimlik 3%. Balalarning 72%i ota-onalarning, 22%i o'qituvchilarning tayiqini yeydi. Har 3 baladan biri boshqalar tarafidan har xil ishlarga selanyotdi. Vatanimizda 350.000 bala namrat, kambag'al muhitda yashayotdi. Vatanimizning janubidagi viloyatlarda har 4 baladan biri namrat. Butun Uyg'ur vatanida har 10 baladan biri meyib. Siz balalaringizni texmi chin quchoqlang. Ko'zlariga yana bir qatim so'ying. Bugungachilik o'z farzandingizdan boshqa qancha balaga shunday quchoq ichib boqdingiz? Qancha balaning beshini siladingiz? O'z balangizni muhabbat bilan quchoqladingizmi? Uning Allohning omonati ekanligini yurakingizning eng cho'nqur qatlamlarida his qildingizmi? Ularning hammasi Parvardigorimizning omonatidir. Tug'ilgan har bir bala Allohning omonati. Rabbimiz ularni bizga süp-süzük buloqlar kabi, yomg'ir tomchilari kabi, kepinak qanotlari kabi berdi. Qo'llaridan pulni tutgandek tutdikmi? Ularning kichikkina alqonlarimizni pulga o'xshash issiqdimi? Ularning ko'zlariga, yuzlariga jon do'stimizdan kelgan maktubga qaragan ko'zimiz bilan qaradikmi? Bugun balalaringizni texmi uchun quchoqlang. Yuraklariga qadam tashrif qiling. Ular sizdan nima oldi va siz ularga nima berdingiz? Balalaringizning kelgusi 10 yiliga nazar tashlang. Shundaq Allohga shukri, zaharlik chekimlikka yiqinlashmadi. Allohga shukri, och qolmadi. Allohga shukri, bosqinchilikqa uchirmadi. Allohga shukri, bir g'oyib o'qqa nishon bo'lmadi. Allohga shukri, javobgarlik o'rnida o'ltirmadi. Allohga shukri, nam nishonsiz o'lib ketmadi. Ammo uningdan keyinchi ular qandoq ilohiy omonat edi? Bizdan nimalar talab qilingan edi? Ularning yomg'ir tomchisi kabi yuraklarni qo'g'dash oldingi o'rinda turishi kerak edi. Kepinak qanoti kabi dunyolarni buzmaslik, islom kabi suzuk dunyolarga loy suv aralashtirmaslik bizning eng muqaddas majburiyatimiz edi. Bu dunyodan ketadigan chaqda kaynimizda sog'lom yuraklarni qoldirishimiz kerak edi. Ilohiy omonatlarga sodiq qalb egalari, idrok sohiblari dunyoni va oxiratni o'qiy oladi, yashay oladi. Bu biz uchun kelajakning barposi demakdir. Balalarimizning ko'zlariga qarang. Kelajakning o'z jo'grafiyalari nomiga faxr bilan to'lgan kunlarini ko'ryapmiz. Balalarimizni yana bir qitim quchoqlang. Ularga so'zilgan yovuz changallarga qarshi yuraklarini qo'g'dash uchun quchoqlang. O'qlarga dalda bo'lish uchun quchoqlang. Qarang shu internet o'yinxonalarida bir kompyuter o'yinining ichiga kirib ketgan balaga. U sizning balangiz. Bir knopkani bosmoqda
va ekranda qo'lida to'qmoq tutgan bir odam sizning bolalaringizning nomida insonlarni uriyotidi. Oldiga chiqqanni uriyotidi. Faqat bir konopkini besibla oldiga chiqqanni o'ltiriyotidi. O'ltirganlarni uriyotidi. Yana uriyotidi. Yana o'ltiriyotidi. Yo'q. Sizning bolangiz bundoq o'ltirilmaydi. U aslida bir cho'miligimi azor bermaydi. Ammo ana qarang, u uriyotidi. Kepinakning qanotini yulgan, mushukni o'ldirish uchun qarg'a etish buyrug'i bergan, cho'milining uvusini buzgan bolalar. O'zi xuddi kepinak qanotiga o'xshash nozuk yaratilgan bir inson bolasi turib, qandaqsiga bir bola bunchalik rahimsiz bo'lib o'zgarib ketadi. Bu bizning madaniyatimiz emas edi. Bir konopkaga besib tushgan atom bombasining haroratida, radiatsiya bulutida 250 ming insonni parga aylantirib o'tgan madaniyat bizning madaniyatimiz emas edi. Balalarimizni quchoqlang. Bir dushman hujumidan, bir yirtqich qushdan, bir o'qdan qo'g'digandek sezgurlik bilan. Qani parishtam, amdi uxlayli bo'lamdi? Ammo parishtam, biz duo qilishni unutdik. Oppa, nemishqa har kecha duo qilamiz? Bizni yaratgan Allohga bugunimizni salomat ichida o'tkazganimiz uchun shukr qilib, kechimizni uning qo'g'dishi bilan huzur ichida tamomlashimizga yordamchi bo'lish uchun duo qilamiz. Hamma kishi bizga o'xshash duo qilamdi. Har musulmon duo qilishi, bolalarga o'rgatishi lozim. Chunki bu duolar bir muncha yomonliklardan qo'g'diqnidek sizni yomonlik qilishdan to'saydi. Tushundingizmi, oppoq qo'zam? Qani umuqum, biz birga duo qilaylik. Qo'llaringizni iching-a. Ochdim. Ey Robbim, tirildirganmi, o'ltirganmi o'zing? Tirildirganmi, o'ltirganmi o'zing? Butun koinotning yaratquchisi sen o'zing. Butun koinotning yaratquchisi sen o'zing. Menmu sening quling. Menga yaxshi tushlarni ko'rsat. Menga xayrlik uyqu ato qilgin. Amin. Qani umuqum, endi yatayli. Oppa, Allah bizni nima uchun yaratdi? Qarang qizim, bizni Allah bu dunyoga qulluq vazifasi uchun yaratdi. Bütün insonlar bu dunyoga qulluq imtihoni uchun keladi. Qushlar, daraxtlar, chechaklar hammasi naqadar go'zal. Allah ularni nima degan yuqori mahorat bilan yaratdi, ha? Oppa, Allah bizning nima qilishimizni talab qiladi? Allah bizga jannat yo'lini ko'rsatish uchun payg'ambarlarni avatdi. Allah bizning jannatga kirishimizni talab qiladi. Shunga payg'ambarlarimizning qilganlarini qilishimiz lozim. Payg'ambarlar bizga marhamatni, shafqatni, har kimga yaxshilik qilishimizni, hech kimni ranjitmasligimizni o'rgatdi. Allah bizning qilgan ibodatlarimiz bilan uningga tashakkur etishimizni talab qiladi. Namozda sajda bilan uningga yiqilishimiz, Ramazon bizga uning bergan ne'matlarini aslatadi qizim. Shunday qarang qizim, Allah bizni shunchalik suydiki, butun ne'matlarni bizning xizmatimizga berdi. Qushlar, daraxtlar, qo'ylar, butun hayvonlar hammasi biz uchun hayotni osonlashtirdi. Muhammadga aytay, duo qilsin opa. Ayting qizim, balki yaxshi bola bo'lar, bizni xafa qilmas. U bajidal qiladi, opa. Xayrli kechalar, tatli qizim, umoq qizim. Farzandingizning dunyoga kelishiga sabab bo'lasiz. Ammo uning Allohning omonati ekanligini unutib, ajr mehnat bilan parvish qilmay, u yashaydigan davrning ehtiyojiga moslasha oladigan qilib tarbiyalamasangiz,
uni mustaqil ko'z qarashi bo'lmagan qobiliyatsiz bir maxluqqa aylantirib qo'yasiz. Isrof bo'lib ketgan bir odam vujudga keltirgan bo'lasiz. Odam isrof qilish deganlik uni mas'uliyatsiz, safosiz bir holatga aylantirib qo'yish deganlikdir. Qalbini bo'shitish yoki yetarlik darajada to'ldirmaslik, zehnini to'ldirmaslik, qalbini to'ldirmaslik deganlikdir. Zamonning kaynida qoldik. Kelgusini barpo qilish mas'uliyati kun tartibimizdan chiqdi. Turmush halakchiligiga petib qoldik. Chunki barakatimiz qolmadi. Balalarimiz bizga yuk bo'lishga boshladi. Balalarimizning har birining xarakteriga kelgusini yo'ritquchi bir yulduz barpo qilish mas'uliyatimiz bor turib, tug'ilgan har balani zimmamizga yuklangan yukdek ko'rishga boshladik. Gerçi Uyg'urlar o'tmishda dunyo madaniyatiga shalliq tuhfalarni qo'shgan, qalamga va alamga mohir millat bo'lsa-mu, bugungi kunimizda million bola isrofchiligi bor, inson isrofchiligi bor. Bu millat uchun bir bola nimani ifodalaydi deb so'rag'animizda, zulmatlik bir kelajak uchun tug'ilgan inson bolasi deb javob beriladi. Bizdagi bolalarning taqdirini tasvirlasak, axlat sanduqlaridan yeydigan narsa to'playdigan bir qo'l yoki bo'lmasa imtihon maydonlarida algakning tasqishidan o'talmaydigan bir minidir xolos. Hozirgi ma'arif va ta'lim tarbiya sistemimiz yetishtirgan bolalarning bu sifati bilan oldimizdagi 10 yillarni barpo qilish mumkin bo'larmi? Agar mumkin bo'lsa, bu qanday bir kelgusi bo'lar? Biz büyük İslam dünyası üçün, biz Uyghur milleti üçün, biz ata-analar üçün, bizde kam buluvatkan süpetlik insan yetersizligi hakkında oylanish, diqqatni merkezleştirish davri yetib keldi ve ötüp ketibdi. Shundaqla bolalarimiz hakkında, kelgusimiz hakkında tafakkur qilish vaqti yetib keldi ve ötüp ketibdi. Shunlashqa bugun yana bir qitim bolalarimizni quchoqlaylik. Ularni yana bir qitim bag'rimizga bosayli. Sizning bolangiz Sutuq Bug'roxon Mahmud Qashqari bo'lib yetishib chiqqisi. Sizning bolangiz millatimizning hayot mamat girdoviga kelib qolgan bu buhronlik davrdan qutulishi uchun umid bo'lg'usi. Bugun bolangizga yana bir qitim quchoq iching. Yana bir qitim beshini silang. Allah'ның huzuriga elib baradigan hayot kitobingizga ahamiyat berganingizdek ahamiyat bering. Chunki baxtingizmi uning qo'lida, halokatingizmi ham. O'z farzandida buyuk islom jug'rofiyasining bayoshat baxtini va tavranmas iymon mustahkamligini barpo qila olganlar nima degan baxtlik ha?